Aleyküm. Do'stlar, yaxshilar do'stlar. Bozorlardan ortga so'ncha bo'ldi. Tog' bozorlaridan bir qator bor ekan deb syomka qilyapti do'stlar. Bu qora tog'lar nech puldan bo'ladi tog'a bular? 120 ming so'm. Qo'yaptimi bular? 120 ming so'mdan ekan qora tog'lar. Bu yoqda bular hammasi. Nima deysiz? Hammasiga nech pul? 1 million bering. 1 million so'mdan qatyapti. Telefon nomerini aytamizmi aka? Telefon nomeri. 0595. Bular ham sizdan a? Savdo qilishyapti. To'g'ri, 200 mingga beramiz. 100 ming so'mdan qatyapti. Yaponlar ham. Cho'jalar, rakan cho'jalar ham sizdan a bularmi? 500 mingga enasi bilan. Enasi bilan 500 ming so'm ekan. Bakon ekan bitta xo'roz ekan-a? Shog'la anjasi ko'proq yem bergan, anjasi. Anjasidan chiqardi-ku. Bu g'ulyamda chiroyli ekan-a, katta ekan-a. Bu nech kilo ekan bu puli? 20 kilo. Nech pul ekan puli bu? Nech pul? 1 million so'm ekan. 20 kilo nechsi bor ekan. Yana bormi bulardan sotilar ekan? Yo shu xolos. 20 kilo kilosi. Yo kilosini aytdi. Yana bormi deyapman. Izroil aka, Izroil. Nomi Izroil ekan. Boshqa yo'q emas, bitta xolos. Shu bitta xolos ekan. Yana bo'lganda nomerlarni olar edi. Bularchi bular, hashak to'g'lar. To'g'lar aka bular. Bular nech bular? 150 mingdan. 150 ming so'm tanlab olish, ha? Hashaklari 100 ming so'mdan, vakillari 150 mingdan. Buchi xo'roz. Nomer aytasizmi? Aka biz ketamiz. Shetda sotamiz, qaytamiz deyapti. Mayli akalar, sog' bo'linglar. Mana bu yerda anaqa stolchilar ham bor ekan, mana stolchilar, har xil turlari bor ekan. Va bu sizdanmi? Nech pul ekan bular? 90 ming. 90 ming so'm ekan mana ko'ribdi. Buni 80 ming. Bunisi 60 ming so'm. 60 ming so'm, 50 ming so'm bularchi? 45 ming bular. 35 ming so'm ekan mana bular kichikroq ekan. 35 ming so'mdan naqad bularni. Nomer aytamizmi? Aytchilik. 99lik. 99lik. 609. 609. 58. Qatqatgacha chiqarsak bo'ladi buni. Vodiy liboy tomonga. Vodiy, vohaga emas, faqat vodiy qo'ydi. Vohaga ham chiqaramiz. Bu yoq qapaslar ham sizdan a? Yo'q, sizdan qapas bu yoqdan ekan. Akamiz chiqaraveramiz deyapti, buni chiqaraveramiz deyapti. Kelishtirib berasa, kelishtirib beramiz. Beshi qayerda aka? Beshi qayerda uylaringiz? Uylaringiz qayerda eshi? Namangandan akamiz mana Namangandan kelib, stollar olib kelib chiqgan. Kaptar ketadi, oldiga qo'yib olib, nom berib o'tiramiz ekan, zo'r ekan. Mana qullar ham bor ekan, o'zimizni hashak qullardan. Bular nech pul ekan bu qullar? 300 ming. 300 ming so'm ekan. Makon xo'rasa bular hammasi makon. 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan ekan mana. Bu ham sizdan-a? Bular nech pul bular? Makonlar. 200 ming so'mdan. Buchi bu? Biramamida bu? Bu nech pul? Bu ham 200 ming. Bu to'g'ri makonlar bor ekan. Makonlar nech pul? 200 ming so'mdan. Telefon nomeri aytamizmi qiziqqanlarga? Bozorda sotamiz, Pinskida. Bozorda sotamiz deyapti. Mana qullar ham bor ekan. 300 mingdan, 200 ming so'mdan tanlab olishi, 200 ming so'm deyapti. Qullar ham bor ekan. Mana qumga deb boqaman deyapti turganlar akalarimizga. Mana to'g'rilar, bular ham o'zim ham boqardim ulardan. Rasul zo'r tug'an pullari ham katta, pullari ham turibdi. Nech pullar ekan? 30 ming so'mdan aka. 30 mingdan, 30 ming so'mdan ekan. Anaqali qarimas ekan, yosh ekan. Pul bilan butun, tutilmagan. Ular ham tugilmagan.
Bu 1 klitkasi 2 kilodan oshsa kerak buni klitkasi. Mana tuxumlarni ham ko'raylik. Mana tuxumlarni syomka qiling, kattaligini. Tuxumlari qalay qizil tovuqlarga qaraganda bu oq tovuqlarda tuxumlari katta bo'ladi do'stlar. Chunki o'zim ham bundan ancha boqqanman. Ko'p boqqanman. 50 ta 60 ta boqqanman bundan. Lekin kunda tug'adi bular. Zo'r ekan ular tuxumga. Narxi ham arzon, so'ygan olsanglar ham bo'laveradi. Telefon nomeri necha? 93lik 912 98 67 77. Akamiz o'zi Namangandan. Aka qayt-qaytlarga chiqarib olsak bo'ladi dastlabki xizmatlari. Bormi yo'qmi? O'zbekiston bo'ylab dastlabkisi bor. 20 tadan ortiq olganga. 20 tadan ko'p olganga dastlabkilari bor. Mana akamizga aloqaga chiqib olasizlar. Telefon nomerlarini aytdi. O'zlardan ham so'zga qilamiz. O'zlaran. Bular nech pul ekan o'zlar? Donasi 300 ming so'm. Xo'rasmi akam qizig'i yo'q. Tanlab olish 300 ming so'm. Tanlab olish 300 ming so'mdan ekan. Xo'rasi ham akam. Yutga chiqam. G'ulichi bu g'uli. Xo'ras. Bu 600 ming. 600 ming so'm. Kami bor. Kami bor. Bularchi endi 350 mingdan dakanlar. 350 mingdan dakanlar. Bu chindiski 200 ming so'm. Bu chindik. O'rdani xo'rozi 200 ming kami bor. Bularchi bular. Bu hindular 600 ming, 350 ming, 300 mingga chiqadi. Paroda boshqachami? Bu paroda boshqami? Boshqa paroda. Paroda. Qanaqa? Paroda. Mana bola ham rosa qiziqar ekan, qo'ldan beri qo'rchog'ini olib kameraga chiqaraman deb. Telefon nomeri aytamiz aka. Qiziqqanlar nomer, telefon. Telefonmi? Ha. Telefonimiz yo'q deyapti akamiz, lekin mana bozor, Seshan bozoriga kelaverasizlar do'stlar. O'g'lona telefon nomeri bor deb. Bu g'oz tuxummani? Hozir tuxumi. G'oz tuxumda buni? Hozir tuxumda, lekin postlarcha yuqoroq tuxum. Hozir. Arzonlatib beraveramiz. 250 mingdan qilib beraveramiz. Nech bular? 250 mingdan qilib beraveramiz. 250 ming so'mdan qilib berar ekan mana tuxum akalari. Seshan bozoriga kelaverasizlar do'stlar. Ana, narxlatib beraman deyapti, lekin so'ygan so'raman. Do'stlari ham shirin. Hatto quvonchalar ham bor ekan, bir nima qilib dam olishyapti. Bu quyonlar nech pul ekan bu quyonchalar? Ha? 100 ming so'mdan ekan. Bular 50 ming. Bular kichkina ekan, bulari 50 ming so'mdan ekan, bular 100 ming so'mdan ekan. Buchi bu g'ozchalar? Hozir 70 dan deyilyapti. 70 ming so'mdan aytyapti. Akalar tushiraveramiz. Qo'ni quyonsizlardan-a? Yag'am sizlarmi yo quyon qolasiz? Alo, qanaqa tovuqlarni pari boshqacha ekan ularni? Bunamiz bor, chaki. Chaki? Bitta xolos, 4 ta makon. Ha, nech pul ular? 1 million 200 ming baho aytyapti. 1 million 200 ming so'm. Narigilarchi bor u? To'rtta, bitta xolos, ikkita xolos, ikkita makon. Nima dedingiz nomini? Quyonlar kuchumada, nima yo'qshi. Qo'ygan, ha, to'g'ri. Pari ham qo'ygan. Bular nech pul dedingiz? Bular 1 million deb 250 1 million 250 ming so'mdan ekan. Tug'yaptimi bular? Tug'yapti. Tug'yapti. Bular ham sizdan-a? Ha, bular ham shu 250 ming. 250 ming. Bu ham boshqacha ekan-a bular? Ha, shu chakida boshida. Narigilarni sveti boshqatlar ekan. Bularchi o'zi? Bular boshqa, bular boshqa paroda ekanda. Bular nech pul bular? Bular 500 ming. 500 ming so'm. Turishi. Yo'q, bitta xolos, bitta makon. 150 ming so'mdan. Bularchi bular? Hozir qaysilar yaponcha ular 150 dan. 150 ming so'm. Telefon nomini aytsa? 93lik. 93lik 282 282 11. Dastlabkilar bormi yo'qmi? Dastlabki bor. Dastlabki bor. Vodiy bo'ylab dastlabkilar bor. Bu ham sizdanmi? Bu ham bizda. Bular nech pul bular? Bular Brahmalar. Brahmalar ekan bular. Bu ham 250 dan baho aytyapti. 250 dan baho aytyapti. 250 ming so'mdan baho aytilyapti ekan bular. Qani bor? Bo'yapti makonlar. Bo'yapti. Makonlar ham bo'yapti. Telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarini aytganmiz. Mana quyonchalar. Yerda mana katta parodasi. Buni parodasi qanaqa buni? Ha? Bu aka. Nima deylar? Riyon. Nech pul aka bu?
Nech pul ekan bu? 400 ming xo'razmi bu? Xo'raz 400 ming so'm ekan. Bu yerda mana bollari, mana oqilari hammasidan bor ekanda sizda. Har xil svetlari ham bor ekan, har xili ham bor ekanda. Nargilar nomi nima uni kattani? Yo'q, bilamiz xolos deyapti. Egasi yo'q ekan do'stlar. Qo'yganda narxlarini bir qator olib, nomerlarini ham olardik. Ammo chiroyli ekan. Mana quyon boqqanlar tushunadi, nomini ham biladi. O'zini ham biladi do'stlar. Mobor 150 mingga beraman, monim 150 mingga beraman. Aka hozir qoralar bilan bular boshqa nima ya zoti? Bular necha pul bor? Nimasi shuni ko'p ekan. 300 ming so'mlar. Zoti kalifmi? Kalif. 300 ming so'mlar ekan. Bu bolalar necha bollari? Bollari 40 ming so'mlar. 10 ming so'mlar beraman deyapman. Bular ham sudam aka? Ha? Bular necha pul bor ular? Olalar. 500 ming so'm. Bitta ham savdosi bo'lyapti. Qalay nomer aytamizmi yo bozor so'ramiz? Nomer aytamiz. Yo'q, bozorda sotib so'ramiz nomer aytamiz. 500 ming so'm.